Bugun Mirzo Ulug'bek tumanida yangi qurilayotgan bog'chaga keldik. Bu bog'chamiz hududi 9 sotixga mo'ljallangan va buni 4 sotixi, ya'ni bolalar игровой plashatkasiga, 5 sotixga bino, ya'ni o'rtacha 1200 kvadrat atrofidagi bog'chani hozir audit qilamiz va o'zimizni bularga maslahatlarimizni, nimani qurish mumkin, nimani qurish mumkin emas, hammasini maslahatlarni bergani keldik. Qani ketdik, oxirigacha ko'ring. Bog'chamiz bu tashqari tomoni, bu yoqdan kirilar ekan eshikdan. Lekin asosiy kirish eshigi bu tomondan bo'ladi. Demak, bu yoqdan kirish eshigi bo'lganda, ularda xuddi mana bu joylar akfa bilan yopilgandan keyin bolalarning kirib kelishiga turniketlar qo'yiladi va bu yerda biz tavsiya qildik, hamshiraxonasi qo'yish kerak va охранamiz va administratorimiz, ya'ni 3 ta xodimimiz shu yerda bolalarni kutib oladi va охранamiz bolalarni xavfsiz muhitdaligini, emotsiyasini ota-onalarga berish uchun va tashqaridagi stenkalarni tartibga solib turish uchun hamshira esa ularni kutib olib, har kuni kuzatib qo'yishda, bolani sog'lom kutib olishini nazorat qilish uchun kerak bo'ladi. Administrator esa bolalarni har kuni ota-onalar murojaati, jalbalarini bemalol qabul qilib, ularni bemalol binoga yo'naltirib olib kirishga xizmat qiladi. Bu ploshimiz bizda bolalarning игровой plashatkasiga ajratilgan. Bu yoqda biz ularda 3 ta besedka qurish taklifini aytishdi. Men o'zim bog'cha qilganda qanaqa bo'lardi tavsiya berdim. Bo'ldi, endi biz binoni ichini ko'ramiz va binoni har bir kvadratida qanday foydalanish kerakligi, qanday qilsa kamroq xarajat bilan bog'chani ishga tushirib ko'proq daromad olish haqida maslahatlar beraman. Qani ketdik. Endi binoni ichini ko'rib chiqamiz. Bu yerda kirib olganda birinchi o'rinda direktor uchun xona ajratilgan. Bu yerda har bitta kelgan va ketgan odam direktor kuzatib turishi mumkin bo'ladi va bog'chani ichkaridan nazorat qilish uchun yaxshi qulay lokatsiya zo'r tanlangan. Va bu yoqdan kirganimizda ikkita tomonimizda o'quv xonalari mo'ljallangan. Birinchi xonaga kiramiz. Bu birinchi o'quv xonamiz. Birinchi o'quv xonamizda mana shu joyda dars jarayonlari o'tkaziladi va bu yoqda adashmasam 6 ga 6, ya'ni 36 kvadratlik joyimiz o'quv xonaga mo'ljallangan. Bu yoqdan kiradigan bo'lsak, hojatxona, sanuzelga mo'ljallangan, juda zo'r kvadratli qoldirilgan, yaxshi. Bu yoqda esa bolalarga alohida zona qilingan. Bu tushlikdan keyin uxlashi uchun bemalol sharoit qilingan va zona ajratilgan. Zona ajratilgan yaxshi, lekin ba'zi bir uy bog'chalarida bu narsalarni bittaligida ko'rishimiz mumkin. Ya'ni maydondan unumli foydalanish uchun katta xonalar qilingan bo'ladi. Ketdik, qolgan xonalarni ham ko'ramiz. Xo'p, bu ikkinchi o'quv xonamiz. Bu ikkinchi o'quv xonamiz biroz hududi kichkina bo'lib qolgan, chunki direktor xonasi qo'yilgan. Bu yoqda katta ehtiyojdan kichik guruhdagi bolalarni qabul qilishimiz mumkin. Bu yerda esa sanuzelimiz va bu yerda yotoqxonamiz bor. Bu yoqda joy tashab ketilgan. Eng zo'r o'ylangan joyi bu yoqda havo aylanishini amalga oshirish uchun alohida joy tashab ketilgan. Bu yoqdan pojarniy vexitga, tomga chiqishga, tushishga joy bor va derazalar bor, havo aylanishiga, sirkulyatsiyaga ishlab beradi. Qani ketdik. Endi pastki qavatdagi podvalda nima sharoitlar qilinganini ko'rib chiqamiz. Ketdik. Bu podval qismimiz. Podval qismimizda boshlanishidan bu yoqda ularda eshitganimiz, bu tomon aktivniy zal bo'lishini aytishdi. U yog'i esa ko'rib turganingizdek sport zalga mo'ljallangan. Sport zalga mana shu adashmasam 6 ga 6, 36 kvadrat atrofida hudud aylangan. Shaxsiy tavsiyam nima bo'ldi meni? Bu yerdagi maydon bolalar uchun kichkinalik qiladi. Shuning uchun imkoni bo'lsa, sport zal uchun hudud katta qilish uchun bu devorni olib tashlash kerak bo'ladi. Chunki bolalar bemalol sport mashg'uloti o'tkazganda yugurib o'ynashi uchun bo'ladi. Qulay bo'ladi va bolalarda ikkinchi muammo bo'ladi, bog'chalardagi tadbir o'tkazish uchun joy ota-onalarni chaqirganda hudud kichkina bo'lib qoladi. Shuning uchun tadbir o'tkazish uchun esa biz bu yerda hamma tadbir o'tkazishga kerak bo'ladigan tomoshabinlar uchun kerak bo'lgan stulchiklar kerak bo'ladi. Ya'ni u stulchiklarni bilasizlar, sport zallarda rasmda ko'rib turibsizlar, mana shunaqa uzun kreslo stulchiklar bo'ladi va o'sha stulchiklar bilan joylashtirib qo'ysa, tadbir vaqti kerak bo'lganda u stulchiklarni taxlab, bu yoqqa bemalol tadbir kuzatsa bo'ladi. Tadbirimiz sahnasi esa mana bu tomonda bo'ladi. Bu devorda sahna ozgina ko'tariladi, bolalarga mos 20 sm yoki 30 sm ga zinapomet chiqilgan sahna bo'ladi. Orqalarida dekoratsiyalar ilish mumkin yoki monitor qo'yadigan joy bo'ladi. Bu yoqda bu tomonda hamma tomoshabinlar, bu yoqda esa tadbirda ishtirok etgan sahna ishtirokchilari kuzatish mumkin bo'ladi. Taklifimiz shu bo'ldi. Ketdik, qolganiga boramiz.
Bu podvalimizni, ya'ni suvli zonasi, ya'ni suvli deganda bu yoqda gidromassaj, massaj и bu yoqdagi basseyn hududlarimiz bo'ladi. Bu hududda biz gidromassajlar qilishimiz mumkin. Bu basseyn uchun mo'ljallangan yomkist. Bu yomkistda basseyn uchun kerak bo'ladigan, ya'ni uni motori, nasoslari hammasi shu yerda turadi. Bu hududimiz esa bolalarga mo'ljallangan basseyn bo'ladi va bolalarga mos ravishda balandligi to'g'rilanadi va buni ham reja bo'yicha gidromassaj ko'rinishiga keltirishmoqchi va bolalar ikki tomondan o'tirib bemalol kelib ketishi mumkin va juda zo'r o'ylangan. Bu hozirgi kunda bolalarga sog'lomlashtirish uchun basseyn hududi juda asqotadi va har bitta basseyn hududi podval hududlarida xuddi shunaqa deraza uchun joy qoldirgan. Bu juda ham zo'r yorug'likni, tabiiy yorug'likni ta'minlab beradi. Endi bu xonamizda bolalar ovqatlanishi uchun joy qilingan. Bemalol bolalar bu yoqda ovqat yeb taomlanishi uchun joy ajratilgan. Bu yoqda bolalar nonushtaga, obedga va poldnik vaqtlarida bemalol tushishi mumkin bo'ladi. Ovqat tayyorlanishi uchun ajratilgan hudud esa mana shu hudud ajratilgan. Buni lekin ehtiyot bo'lamiz. SESdan va pojarnidan so'rab ko'rishimiz kerak bo'ladi. Podval hududida ovqat tayyorlash mumkinmi, mumkin emasmi? Mana shuni oxiriga yetadigan bo'lsak, men bilganim bo'yicha podval hududlarga hozir ovqat pishirish, gazli, svetli narsalarga ruxsat bermayapti. Lekin agar ruxsat olish imkoniyati bo'lsa, podvalda mana shu joyda ovqat tayyorlasa bo'ladi. Va bu yoqdan razdatishni ovqatni u yoqqa chiqarib beradigan joy qilsa, undan ham zo'r bo'ladi. Ketdik, qolgan joyni ko'ramiz. Bu hududimiz ovqat tayyorlanadigan joyga sklad, ya'ni ombor vazifasini bajaradi va ko'rib turganingizdek binodan tashqi tomondan alohida kirib chiqish eshigi qoldirilgan va bu yoqdan kerakli kartoshka, og'ir buyumlarni hammasini bu yoqdan bozor qilingan produktlarni bu yoqdan olib kirish mumkin bo'ladi va tayyorlanib sklad sifatida, xolodilnik sifatida ishlatib zaxiraga olib qo'yish mumkin bo'ladi. Ovqat tayyorlanishi kerak bo'ladi. E'tibor beringlar, zaxira har doim har bir bog'chada bo'lishi kerak va o'sha zaxira bo'lganligi uchun ham sizda yil 12 oy bolgarskiy deysizmi, guruch mahsulotlari, kartoshka mahsulotlarini arzon narxda omborda ushlab turadigan bo'lsangiz, siz yil 12 oy davomida xarajatlaringizni, ya'ni asosiy ovqat ketadigan xarajatlaringizni bir xilda ushlab turish imkoniyatini beradi. Sizlar ham skladga e'tiborli bo'linglar. Har doim haftalik yoki oylik bozorlik qilib turish bilan produktni arzonga ushlab turib bo'lmaydi. Qani ketdik, endi qolgan joyini ko'ramiz. Birinchi qavatda yana ikkita xonamiz bor. Bu 3-o'quv xonasi, xuddi shunday hojatxonasi, igrovoy plashatkasi va uyqu xonasi bor. 4-o'quv xonasi bor bu yoqda. 4-gruppamizga endi ikkinchi qavatga ketamiz. Ikkinchi qavatda ham xuddi shunday xonalarni ko'rib chiqamiz. Ketdik. Ikkinchi qavatga chiqdik. Ikkinchi qavatimizda ham xuddi shunday formatda o'quv xonalari joylashgan va yuqori qavatda o'zida ham 4 ta o'quv xonasi bor. Va kabina sifatida direktor xonasidan tashqari bizda ikkita o'quv xonasi bor. Bu logopedga va psixologga alohida xona qilib yoki metodistga alohida xona qilib ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Qani ketdik. Bu bog'chamiz joylashgan tuman Mirzo-Ulug'bek tumaniga qaraydi va hozirda hammaga shov-shuv bo'layotgan Yangi O'zbekiston massiviga 2 kilometr, ya'ni Yangi O'zbekiston bog'iga juda yaqin va atrofida juda ham ko'p domlar qurilgan. Lokatsiyadan ko'rishingiz mumkin va bu hudud hozirgi kunda faqatgina hovli, joy yoki kottejlar bilan doimiy aholi shakllanib boryapti, lekin yonida domlar ham qurilyapti. Bu bog'chani ochadigan bo'lsak, tavsiyam qanaqa bo'lgan bo'lardi? Narxini qimmatroq qilish kerak bo'ladi va o'shanga yarasha xizmat sifatida taklif qilish kerak. Lekin eng asosiysi kamida 4 oy oldin yoki 6 oy oldin marketingni boshlash kerak va u bog'chani o'zini missiyasini, g'oyasini ota-onalarga yetkazib berishlikni hozirdan boshlaydigan bo'lsa, bu yoqda kamida o'rtacha narxda 5 million so'mdan narx qo'yib, bog'chani bosib ishlatib, ya'ni daromadga olib chiqish uchun harakat qilsa bo'ladi. Bu bog'chamiz 8 ta gruppaga mo'ljallangan va o'rtacha 20 tadan bola hisoblaganda 160 o'rinli bog'chaga mo'ljallangan. Bog'chaning narxini o'rtacha 5 million, ya'ni $400 deb hisoblagan taqdiringizda ham hisoblab ko'ring, qancha bu yerdan daromad qilish mumkin va qancha xarajat oldinda kutib turibdi. Buni kommentariyada yozib qoldiring. Agarda kimda kim to'g'ri topadigan bo'lsa, u bilan birga-bir tushlik qilishimiz mumkin bo'ladi. Sahifamga obuna bo'ling va men xuddi shunday bog'chalarda, yangi ochiladigan bog'chalarga maslahatlarni, auditlarni borib, o'zimning tajribam va xatolarimdan kelib chiqqan holda bilimlarni ulashib boraman. Aloqaga chiqish uchun opisaniyadagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videoda ko'rishguncha.